O'zbekiston Respublikasi Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan BMT aholishunoslik jamg'armasi hamda BMTning gender tengligi va ayollar huquqlarini kengaytirish masalalari bo'yicha tuzilmasi ko'magida ishlab chiqilayotgan O'zbekistonda gender tengligi bo'yicha mamlakat profili hujjatining yakuniy loyihasini muhokama qilishga bag'ishlangan uchrashuv bo'lib o'tdi. Hozir shu haqida. Yurtimizda gender tenglikni ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasini aks ettiruvchi gender tengligi bo'yicha mamlakat profilining yakuniy loyihasi muhokama qilindi. Tadbir mazkur profil xotin-qizlar va erkaklarning huquq va imkoniyatlari, ta'lim, bandlik, sog'liqni saqlash, siyosiy ishtirok hamda gender tenglikni ta'minlashga oid asosiy yo'nalishlarni qamrab olgan muhim tahliliy hujjat hisoblanadi. Uni tayyorlashda rasmiy statistika, milliy va xalqaro hisobotlar, ilmiy tadqiqotlar hamda so'rovlar natijalari asos qilib olingan. Aynan mana shu jarayonlarga o'tadigan bo'lsak, salkam 2 yil davomida mana shu hujjat sinchiklab o'rganildi. Ya'ni dastlabki loyihalar taqdim etilganda, aynan manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda har bitta mamlakatimiz uchun berilayotgan tavsiyalar, xulosalar, muammolar ko'rib chiqildi. Ya'ni mana shu ko'rib chiqish jarayonida biz mana shu loyihada 250 ga yaqin takliflarimizni mana shu loyihada aks ettirishga erishdik. Muhokama yakunlariga ko'ra bildirilgan takliflar asosida hujjatlarning yakuniy tahririni takomillashtirishga kelishib olindi. Mazkur profil 2030-yilga qadar O'zbekistonda gender tengligiga erishish strategiyasini amalga oshirib, davlat dasturlari dalillariga asoslangan holda ishlab chiqish hamda idoralararo hamkorlikni yanada mustahkamlashga xizmat qilishi ta'kidlandi. Bu milliy tahliliy hisobot bo'lib, u Pekin harakatlar platformasining 12 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha vaziyatni qamrab oladi va tahlil qiladi. Ushbu hisobotning asosiy o'ziga xos jihat shundaki, u mazkur 12 yo'nalishning o'zaro bog'liqligini yaqqol ko'rsatib beradi. Masalan, ta'limning xotin-qizlar bandligiga qanday ta'sir qilishi, ayollarning iqtisodiy faolligi, bolalarni parvarish qilish bilan bog'liq bandlik yoki band bo'lmaslik holatiga qanday ta'sir etishi, shuningdek ayollarning turli xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari bilan qanday bog'liqligi kabi masalalar o'zaro uzviy tahlil qilingan. Gender tenglikni ta'minlash nafaqat ijtimoiy adolat masalasi, balki mamlakatning barqaror iqtisodiy o'sishi, inson kapitalini rivojlantirish, kambag'allikni qisqartirish va oilalar farovonligini yuksaltirishning muhim omili hisoblanadi. Diyora G'aniyeva, Husniddin Nuraliyev, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion dasturi uchun.